Shunyu zadi qanday kishi? Savo nemish Shunyuni o'ltirib yetdi? Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'lsa 3 podshohlikni biz yana davomli so'zlab ketdik. Bugungi mazmunda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Shunyu, ya'ni Savoninki dangliq mushavir to'g'riliq to'xtalamiz. Endi Shunyuninki yurti Shuchang, ya'ni shu Savo poytaxt qilib bergan o'rinda. Endi bu Shunyu zat qanday kishi degan vaqtda Shunyu Savoninki naiti dangliq, kuchlik mushaviri, hem yordamchisi, hem oqsabki mas'ul bosh vaziri deyishga bo'ladi. Endi Shunyuga baho bergan vaqtda, men qanday baho berman degan vaqtda aqlliq, iqtidorliq, yiroqni ko'rar, prinsipchan. Aqlliqligini biz nereden ko'rib olamiz? Albatta, kinoda bo'lsin yo kitobda bo'lsin Shunyuninki aql parasiti albatta naiti boshqalardan ish tushgidek holatda farqli turdi. Shundaqmi? Demak, bu har qatim Savo bir ishlarni qaror qilinmaganda, ikkilinib turgan vaqtda Shunyu bunga aql ko'rsatdi. Nurg'un qatim Savoninki 5 qetib qolgan ishlarga Shunyuninki amallar orqali Savo aql topadi, yo'l topadi. Endi shu Shunyuninki Savoga qo'shilishida yoki Savoga ergishishida zot qanday sabab bor degan vaqtda birinchisi Shunyuninki jamiyati cho'ng jamiyat. Bularninki amaldorlarim bor, savdogarlarim bor. Bu savdo qilgan cho'ng jamiyat boyda. Endi bu savdogar uchun eng muhim narsa nima degan vaqtda tinch, yaxshi bo'lgan taraqqiyot. Tinch, yaxshi bo'lgan taraqqiyot bo'lsa, savdo albatta gullanadi. Shunga Shunyuninki shu davrga kelgan vaqtda har tarafda malamanchilik paydo bo'lgan. Har tarafda pasiballar paydo bo'lib, talash tortish paydo bo'lganda, albatta buni cho'qim bir odam chiqib yig'ishtirmasa bo'lmaydi. Cho'qim buni tinchlantirib, yaxshi holatda taraqqiy qildirish kerakda. Mushundaq taraqqiy qildira oladigan odamninki Savo ishkanligini Shunyu oldin ko'rib yetgan. Albatta bu Yuan Shularga qarab baqqan. Xeli bularni silishtirish orqali eng oxirida ojiz bo'lsa-mu Savoninki iqtidorliq, yiroqni ko'rar. Shu har qaysi jihatda bir jang qilish bo'lsin va yoki shu kishilik aloqa bo'lsin, iqtidorliq kishi ekanligini bayqab, bu Savo cho'qim hammani birlik keltirar ekan. Mushning ergashsam bo'lgan deb Savoga ergashdi. Bay degandek Savoga ergashishdan maqsad o'zininki shu savdo tijoratni, shu cho'ng jamiyatni bexatar holatda saqlab qolish uchun. Chunki Savoga ergashgandan keyin Savo bularni qo'g'daydi. Albatta urush bo'lsa, har qanday yerga yov qo'shin bostirib kelsa, birinchi bo'lib talon-tarij qiladigan nima desa, boylarning mol-mulkini talon-tarij qildi. Shunga Shunyu Savoga ergashish orqali o'zininki boyligi, o'zining jamiyatini qo'g'dimoqchi bo'lgan. Ikkinchisi bo'lsa, bu o'zimi nihoyat boy, kuchli jamiyatdan chiqqanligi uchun ham iqtidorli bo'lganligi uchun o'zining iqtidori orqali ham Xan sulolasining podshohni kuchaytirib, asli keltirib, ham Xan xonadonligini joyiga ekanmoqchi bo'lgan. Albatta, Shunyu Savoga ergashgandan keyin cho'ng to'k bilan qo'shildi. Buningki to'kpulardan qaysilar bor degan vaqtda birinchisi bu Shunyu Savoga yordamlashib iqtidorli odamlarni, ya'ni Rensay deymiz-ku, iqtidorli odamlarni buni akilib bildi. Nurg'un mushavirlar, sang'ullar Shunyuninki shu tavsiya qilish bilan Savoning yoniga keldi. Bularning ichida eng dangliqi kim degan vaqtda Guojian. Guojianmi Shunyu tavsiya qilish orqali Savoning yoniga olib keldi. Guojianni Savoni qoyil qilib ikkisini uchrashtirib, demak, bularni shu Savo Jituan, Savo oilasiga olib keldi. Demak, bu Shunyuninki Savoga ko'rsatgan to'kpisi ajoyib zo'r deyishga bo'ldi. Undan boshqa Shunyuninki eng cho'ng yana bir to'kpis nima degan vaqtda Savoninki oqsab xizmatini nihoyat yaxshi ishlaydi. Har qanday ish bo'lsa Savo peshin qilib chiqdi, hamma ishni Shunyuga topshirib qo'ydi. Ochliq yig'adigan, fuqarolarni amin topqizadigan, hamma shu tuvandagi amaldorlarni boshqaradigan hamma ishni, podshohning ishlarini, o'rning ishlarini hammasini Shunyu bajardi. Demak, Savodan qolsa Shunyuninki shu boshqaradigan ishlari eng jiq deyishga bo'ldi. Endi Shunyuninki prinsipchanligi zot nada? Prinsipchanligi dal Savoga yordam qilgan bilan
Savsavga ergeşmegenlikdir. Bunu nereden göre alayımız degan vaqtda Savsav ayni vaqtda şu padişahni qutquzish, xonadonligini qutqizish uchun yo'lga chiqqan. Albatta, mushu vaqtdami Shunyu padişahni qutqizib kelib, padişahdan foydalanib boshqa baglarga, pasibonlarga bisim qilib, ularni birlik keltirish amalini Shunyu buni ko'zatgan. Savsav mushu amaldan foydalanib, padişahni ekilib, padişahdan foydalanib, demak o'zini taraqqiy qildira oldi, zo'riy oldi. Eng oxirgi vaqtda nihoyatda kuchli bo'lgan bir Vey davlatininki oldingi asosini tiklay oldi. Shuning bilan oxirida Savsavninki davlatininki, ya'ni qo'shinning zo'rayishiga ergishib, demak buninki yavniti yeshin deymizku, küçüyüp, zo'rayib, padişah bo'lish niyatininki borligini Shunyu bayqab qolgandan keyin, bunun huquqni padişah qaytarib bermaydiganligini bilgandan keyin bu Savsav qarshi chiqishga boshlaydi. Ya'ni shu har qanday bir cho'ng ishlarda tadbir ko'rsatish va yoki shu plan ko'rsatish jihatlarda ba'zi bir qarorlarni chiqarish jihatda Shunyu qarshi chiqishga boshlaydi. Bu Shunyuninki Savsav qarshi chiqish bilan bu yerda cho'ng majro kelib chiqadi. Nimishqa? Savsav pasibon. Shunyu bo'lsa uninki cho'ng mushavir. Albatta Shunyu uning endi ishlayotgani nurg'un vaqt bo'ldi. Bu tarbiyalab chiqqan, bu üstelgen, bu Savsav tunishtirgan odamlar nachiqda buning ta'sir kuchini qat'iy salchiqlash bo'lmaydi. Shuning bilan bu Savsav qarshi chiqavergandan keyin amal yo'q. Savsav buni shu o'zini o'ldirib olish qistab opirib, Shunyuninki o'zini o'ldirib olishdek bir faciani keltirib chiqardi. Shunyumi albatta o'zini o'ldirib olib bu ishni tugutdi. Demak, Shunyuninki hayoti beshida Savsav yordamlashib xonadonligini qutqizish uchun va o'zininki jamiyatini taxmi yaxshi qo'g'dash uchun bo'lgan bo'lsa, oxirgi vaqtda yana shu tutgan prinsipidan voz kechmay turib, Savsav bilan qarshilashib qilib, oxirida hayotidan ayrildi. Unda bo'lsa, Shunyuninki hikoyasini shunchalik so'zlab turli. Biz albatta keyingi vaqtlarda yana bu to'g'riliq davomli to'xtalamiz. Agar film yaragan bo'lsa, do'stlar yurak berib qo'yinglar, gullarni, alt raqamlarni yo'llab qo'yinglar. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Savsavninki iqtidorli mushaviri Go'ja to'g'riliq to'xtalamiz. Agar do'stlar uch podshohlikdan texim ko'p bilim ega olmoqchi bo'lib qolsanglar, teximi cho'nqurlab o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ularning biz orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglab o'rganib olsanglar bo'ldi.